Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun navbatdagi darvozamiz Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Zarmetanga o'rnatdik. Xo'sh, bu darvozamizni bir ko'rib baho berishingiz mumkin. Materiallariga keladigan bo'lsak, 2 qavat 1.8 dan foydalanganmiz, betiga shirsavi, xo'sh, birlikli shirsavidan foydalanganmiz. Profillariga keladigan bo'lsak, 6 ga 6 qalin stenkadagi profil, yondoqlari 8 ga 12, tagi 8 lik shillardan bo'lgan. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Kerak, faqat kerak.